Men qilishim kerak. Men o'sha narsani nazoratimga olib, qizimni uyi bo'ladimi, ota-onam uyi bo'ladimi, qo'ni-qo'shnilarimda bir nima bo'ladigan bo'lsa, uniki, nevaralarim, bolam, hamma narsani yukini men o'zimga ortib olganim uchun ham mana senga deb Xudoyim nima deydi, o'sha yoshimni kattaroq qo'yganda, ko'p yig'laydigan, qizim ko'p ishonuvchan-da, shuni o'rgata olmaganman. Onam bilan otam oilalariga kelinim yaxshi qaramayaptilar deb menga shunaqa fikr kelavergan, o'zim borib xizmatligini qilgim kelaveradi-da. Shu bilmayman, men shunaqa otilib ketaveradigan odat chiqarib qoldim. Endi o'zimni stopimni o'zim bosib, ilm olganimdan keyin joyida hamma narsani anaqa qilishga harakat qilyapman. Yengilman, qushday yengilman, haqiqatdan. Ustoz berayotgan ilmlarni anaqasi juda ham katta. Biz bilmagan narsalarni hammasini bizdan oldin bilib o'qib bilishgani uchun ham hammasini chiroyli tarzda inson ongi hazm qila oladigan darajada yetkazib berishadi ilmni. 50 yoshda shunga jazm qildim. Ko'rib shularni tanishsiz deb tanishib, shu orqali keyin ilm olib ketdim. Qaynanalar ilm olish shart ekan. Ilm kerak ekan. Chunki bizni bilsak, bilganlarimizdan kelinimizga, qizimizga keyin o'zimizning hayotda tatbiq qilsak, o'zimizni o'zimizni isloh qila olamiz. Shunda hayot chiroyli bo'ladi. Yana bardavom bo'laman, Xudo xolisi bu ilmlarni olishda.